Real Madrid 2026-yilga Chempionlar Ligasini aniq qo'lga kiritadi. Nima uchun bunday deyapman? Hozir men sizga buni isbotlab beraman. Siz esa kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Demak, boshladik. Futbol olamida shunday bir fakt borki, bu fakt 2014-yildan beri o'zini oqlab kelmoqda. Xo'sh, bu qanday fakt deyotgan bo'lishingiz mumkin. Demak, yaxshilab eshiting. Real Madrid Jahon chempionati o'tkazilgan har bir yilda 2014-yildan beri chempion bo'lib kelmoqda. Ishonmaysizmi? Unda eshiting. 2014-yil Braziliyada Jahon chempionati bo'lib o'tdi. Real esa Chempionlar Ligasini qo'lga kiritdi. 2018-yil Rossiyada Real yana Chempionlar Ligasi sohibi. 2022-yil Qatar Real esa yana Chempionlar Ligasi sohibi. 2026-yil esa bu fakt yana bir bor o'z isbotini topishi mumkin. Xo'sh, sizningcha bu an'ana davom etarmikin? Izohlarda albatta o'z fikringizni yozib qoldiring.